O'qish, o'rganish islom dinining yadrosidir. Abduri Muhammad Yusuf. Şəksizki, insanның hayatlıqdakı ən aldınғы vəzifəsi Allah Taala'nı tunuş, onu razı qilish və o görsətgən boyunca hayat keçirishdir. Allah Taala bunu bayan qilib, Qur'on-Karimdə Allah'tan başqa heç bir ilah yo'q ekanligini bilgin deydi. Ya'ni mən cinlarni və insanlarni faqat mənə qulchilik qilsin deb yaratdim deydi. Bu vəzifəni o'rindash uchun o'qish, o'rganish shartdir. Chunki o'rganmay turib Allah Taala'nı tanıg'ili bo'lmaydi. O'rganmay turib uni rozi qilishning yo'llarini bilgili bo'lmaydi. O'rganmay turib Allah Taala ko'rsatgan bo'yicha yashab, uningga qulchilik qilg'ili bo'lmaydi. Bularning hammasining ochiqchi ilmdir. Chunki ilm Allah Taala ko'rsatgan bo'yicha yashab, uningga qulchilik qilishning va uni rozi qilib, ikkil olamda baxtli hayot kechirishning yo'lidir. Ilm Allah Taalaga yetishning shotisi, jannatga kirishning yo'li. To'g'ri yo'lda menish uchun mash'aldir. Şəksizki, o'qish, o'rganish islom dinining yadrosi va oldingi chaqirqidir. Şuna Qur'on-Karimdan eng dastlab tushgan oyat, shundaqla payg'ambar alayhisalomga eng dastlab kelgan vahiy o'qu degan amr bilan boshlangan. Arab tilining grammatikasida fe'lning maf'uli, ya'ni ish harakat ustiga tushgan narsa hazf qilinsa, fe'lning ma'nosi o'zining umumligida qoladi deydigan qoida bor. Onun ustiga Allah Taala payg'ambar alayhisalomga o'qu deganda payg'ambar alayhisalomning qo'lida o'qiydigan bir narsa yo'q edi. Bunun asasen deymizki, Allah Taala'nın o'qu degan amri sana din va dunyolik uchun manfaatli bo'lgan har qanday ilmni o'qigin, o'rgangin va bilgin deganlikdir. Allah Taala'nın yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qu degan bu amri iymonni g'oya qilgan va Allah Taala'nın barligini, birligini, cheksiz qudratini va go'zal san'atlarini bilib, iymon etish bilan takomillashtirgan ilmni ko'rsatdi. Chunki iymondan xoli qolgan va iymon bilan qurollanmagan har qanday ilm baloy ofat bo'lib, bundaq ilm insonni zo'ravonlikqa, ojizlarni ezishga, boshqalarning hisobiga cho'ngishga va nurg'ulg'an yo'lsizliklarga elib boradi. Bundaq ilm o'z yo'lida ishlatilmagan va o'z g'oyasidan chetnab ketgan ilmdir. Biz Allah Taala'nın kitabı bo'lgan Qur'on-Karimni o'qib o'rgansak-mu, payg'ambar alayhisalom hadislarni o'qib o'rgansak-mu, tabiban ilmlarni o'qib o'rgansak-mu, shundaqla dinimiz va dunyoligimiz uchun manfaatli bo'lgan barliq ilmlarni o'qib o'rgansak, biz Allah Taala'nın o'qu degan amriga itoat qilgan bo'lamiz. Ma'lumki, Allah Taala'nın ikki kitobi bo'lib, biri Qur'on-Karim, yana biri koinotdir. Şuna bazı ülemalar kainat sözləməydiğən Qur'andır, Qur'an sözləydiğən kainatdır deydi. Qur'on-Karim Allah Taala'nın kalam sözləş sübtinin əsəri olsa, kainat Allah Taala'nın sani, sənətkar sübtinin əsiridir. Dünyadakı hər sahə ilim-fən Allah Taala'nın qudretini və gözəl sənətlərini sözləydi. İlim-fən alimləri və tədqiqatçılar Allah Taala'nın Kainat namlıq kitabını oxumaqda və onu təfsir qılmaqda. Allah Taala ilim əhlinin dərəcəsini nəhayət yuqarı bahalagan. Allah sizlərdən iman etqanlarını və ilim berilganlarını bir qancha dərəcə yuqarı götürdü. Allah Taala ilim əhlinin qədrini göstərib qoyuş üçün bildiğanlar bilan bilməydiğanlar bərabər bulamdı degan. Bu ayet Allah Taala'nın nəzərdə ilim əhli bilan adətdəki kişilərin o'rtasida osmon zamin farq barlığını göstərdi. İlimning turi və dərəcəsi. İslam nəzərdə o'qish, o'rganish farzdir. İslamda farz bo'lgan ikki turlik bo'lib, biri farz ayin, yana biri farz kifoyadir. Birinchi, farz ayin bo'lgan ilm. Farz ayin bo'lgan ilm La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah degan kalima taybining ma'nosini, Allah Taala'nın bəndələri üstüdəki haqlarını, Allah Taala'nın ism sifatlarini bilish, namoz, roza, zakat qatarlıq ibadətlərinin qaid tərtiblərini, ata-onaning haqqını ado qilishning, tuqqanchilikni davomlashtirishning, qo'shnilarning haq huquqlariga rioya qilishning, pul molni haloldan tepishning yo'llarini o'rganish qatorliqlardir. Bu ilimni o'rganish har bir musulmonning ustiga farz ayindir. Bularni bilmagan odam shaksiz gunohkor bo'ladi. Bundaq odamning iymoni to'liq bo'lmaydi. Bularni bilmagan musulmonning uzrisi qabul emas.
Çünki bu ilimlər hər bir musulmanның bilişi pərz əyin bolğan zörür ilimlərdir. Buningda barlıq İslam öləmalары birdək ittifaqdır. Öz vaqtida Peyğəmbər əleyhissalamның sahabeləri bu ilimlərni bilishning zo'r ahamiyatini va zo'rligini tushunganlikdan ular Alloh taolaning kitobini o'rganishga, uningdagi diniy ahkamlarni bilishga intayin hiris edi. Ular har 10 oyatning ma'nosini, ahkamlarini, uningda buyurilgan halol haromga munosabatli masalalarni o'rganmay turib, boshqa oyatlarni o'rganishga yo'tkalmaydi. 2. Farz kifoya bo'lgan ilm. Farz kifoya bo'lgan ilm tafsir, hadis, fiqh, islom tarixi, islom tarbiyasi qatorliq islomiy ilm sohalarida meditsina, matematika, fizika, biologiya, binokorlik, kompyuter, internet, tarix, jug'rofiya qatorliq ilmlarni o'qib mutaxassis bo'lish umum musulmonlarning ustiga farz kifoya bo'lib, ba'zi musulmonlar bu fanlarni o'qisa, o'qimaganlardan saqit bo'ladi. Agar har bir rayondan bu fanlarni o'qiydigan odam chiqmasa, shu rayondagi musulmonlardan bu ilmlarni o'qish farzligi saqit bo'lmaydi. Natijada ularning hammasi gunohkor bo'ladi. Yuqorqi fanlardan qaysi birini o'qish uchun tanlangan yoki belgilangan kishilar uchun mazkur fanlarni o'qish, o'rganish farz ayindir. Allama Abu Hamid al-G'azzali mundaq degan: Farz kifoya bo'lgan ilmning bayoni shuki, har qandaq bir ilmning darajasi o'rganmoqchi bo'lgan ilmning qandaq ilm ekanligiga qarab farqlanadi. Buning binoan ilm ikki turlik bo'lib, biri diniy ilm, yana biri diniy bo'lmagan ilmdir. Diniy ilm deganimiz payg'ambarlar orqali vahiy yo'l bilan kelgan, aql yo'li bilan belgili bo'lmaydigan ilohiy ilmlarni ko'rsatadi. Diniy bo'lmagan ilmlar tibobat va matematikaga o'xshash insonlarning hayotida zarur bo'lgan ilmlarni ko'rsatadi. Masalan, kishilarning tan sog'lig'ini saqlash uchun tibobat ilmiga, muomala, meros taqsim qilish degandek ishlar uchun matematika muhtoj bo'ldi. Bundaq ilmlarni har bir rayondan ma'lum kishilar o'rgansa, boshqalardan bu ilmlarni o'rganish farzi saqit bo'ladi. Bizning tibobat va hisob ilmini o'rganish farz kifoyadir degan so'zimizga ajablanib ketmang. Balki dehqonchilik, hijomat, saypunliq qatorliq ilm va sanoatlarni o'rganishmi farz kifoyadir. Saudiya Arabiston Fatvo komitetining fatvosida mundaq kelgan: Barliq diniy ilmlar va bu ilmlarni o'rganishga yordamchi bo'ladigan barliq vositalar Alloh sizlardan iymon etganlarni va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi degan oyatning mazmuniga kirdi. Ya'ni diniy ilm o'rgangan kishilarning darajasi Alloh taolaning dargohida yuqori bo'ladi. Shuningdek, diniy ilmlardan bo'lmasmi, musulmonlar muhtoj bo'ladigan va ularning turmushda kam bo'lsa bo'lmaydigan meditsina, ziroatchilik, sanoat qatorliq ilmlarmi niyatning durust bo'lish sharti bilan oyatning mazmuniga kirdi. Niyatning durust bo'lishidan maqsad bu ilmlarni o'rgangichining musulmonlarga manfaat yetkazishni, musulmonlarni kofirlarning fan texnikasidan behojat qilishni, Alloh taolaning roziligini ko'zlab o'rganishni ko'z tutadi. Diniy emas ilmlarning savob jihatlik darajasi kishilarga manfaat yetkazish va hojatini ravo qilish darajasiga qarab farqlanadi. Bu fatvo shuni ochiqlaydiki, mayli diniy ilmlar deb atalgan tafsir, hadis va fiqh qatorliq ilmlarni bo'lsin, mayli dunyolik ilmlar deb atalgan matematika, meditsina, fizika, biologiya, binokorlik, yezigilik qatorliq fanlarni bo'lsin, insoniyatga, jumladan musulmonlarga manfaat yetkazish bilan Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ish qilib, uningga qulchilik burchini ado qilish niyatida o'qigan odam Alloh taolo darajasini yuqori qiladigan olimlar qatoriga kirdi. Diniy ilm o'rganuvchilar qatorida Alloh taolaning katta mukofotiga sazovor bo'ladi. Kimki ilm o'rganish yo'liga kirdigan, Alloh uning jannat kirish yo'lini o'ng'aylashtirib beradi degan hadisdagi kishilarni qatoriga kirgizdi. Chunki mayli qandaq ilm bo'lsa-bo'lsin, muhim bo'lgani Alloh taolani rozi qiladigan va musulmonlarga naf yetkazadigan ilmli bo'ladi ekan, u ilm diniy ilmdir. Oxiratlik ilmdir va dinimizda farz bo'lgan ilmdir. Saudiya Arabistonning katta ulamolaridan Abdullah ibn Jibrin musulmonlarga manfaatlik ilmlarni, xususan askariy ilmlarni o'rganish hammadan bek zarurdir va muhim farzdir degan. Xuddi ilgirki musulmonlar diniy ilm bilan dunyolik ilmni birga ilib borgandek, har bir musulmonning diniy ilmlarni o'rganish bilan dunyolik ilmlarni o'rganishi to'liq zarurdir. Dunyolik ilmlarda mutaxassis bo'lish dinda olim bo'lishga zid kelmaydi.
Dini ilim bilan shug'ullanish bahonasi bilan dunyolik ilmlardan yuz o'rishga bo'lmaydi. Shuningdek, dunyolik ilmlarga berilib ketib, diniy ilmlarni tark etishga bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalomning: "Ey Alloh, ishimning tuguni bo'lgan dinimni men uchun yaxshilab bergin. Turmushimning kapolati bo'lgan dunyoligimni yaxshilab bergin" degan duosi haqida tafakkur qilgan odam din va dunyolik har ikkisini talab qilishning zarurligini tushundi. Ahiretlik ilim va dunyolik ilim deb ayirish masalasi men o'ylaymanki, insoniyatga manfaatli bo'lgan, Alloh taologa qulchilik qilishga xizmat qiladigan har qanday ilm diniy ilm sanaldi. Alloh taoloning ko'rsatmasi bo'yicha hayot kechirib, Alloh taolo qulchilik qilishga yordam qilishni va insonlarga manfaat yetkazishni ko'zlab o'qigan har qanday ilm diniy ilm va jon boqishning kasb qilinish yoki shuhrat qozonish uchun o'qigan har qanday ilm dunyolik ilm sanalishga tegishli. Chunki ba'zi kishilar fizika, biologiya, matematika, meditsina qatorliq din bilan bevosita munosabat bo'lmagan ilmlarni o'rganish orqali Alloh taoloning cheksiz qudratini, ilm hikmatini, Qur'on Karimning mo'jizasini tunib, o'zining iymonini kuchaytiradi va boshqalarni dinga mukammal darajada da'vat qila oladi. Yana ba'zi kishilar tafsir, hadis, fiqh qatorliq oxiratlik ilmlarni o'qigan bo'lsa-mu, ular Alloh taoloning roziligini ko'zlamasdan boshqa muddaolar bilan o'qib o'qanlarni shu muddaolar uchun xizmat qildirdi. Masalan, ba'zi kommunist davlatlar o'zi dinga ishonmay turibliq, islom davlatlaridagi islom universitetlariga o'quvchi avatib o'qitadi. Andan ular o'qish bitirib kelgandan keyin ularni davlat ehtiyoji uchun ishlatadi. Mundaq o'qganlar umuman davlatning manfaati uchun xizmat qilganlikdan musulmonlarga ko'p ziyonkashlik qiladi. Islomning sha'niga dog' tekkizdi. Ba'zi islom davlatlaridagi diniy maqomdagi jambaqarlarning qalaymaqon fatvo chiqarayotganligi, hokimiyatni rozi qilish uchun dinni burmlab berayotganligi buning misoli. Islomning oltin davrlarida yashagan musulmonlar islom dinida farz qilingan ilmni oxiratlik ilm va dunyolik ilm deb ayirmaydi. Ular uchun insoniyatga, xususan musulmonlarga manfaatli bo'lgan barliq ilmlarga muhim edi. Hammasiga ko'ngil biladi. Ular tafsir ilmiga ko'ngil bo'lgandek, tiborat ilmiga ham ko'ngil biladi. Ular hadis ilmi ko'ngil bo'lgandek, matematika ilmiga ham ko'ngil biladi. Ular fiqh ilmi ko'ngil bo'lgandek, biologiya ilmiga ham ko'ngil biladi. Ular ibodatga ko'ngil bo'lgandek, ijodiyatga ham ko'ngil biladi. Ular insoniyatga manfaatli ilm bilan shug'ullanishni nafli ibodatlar bilan shug'ullanishdan afzal ko'radi. Chunki ibodatlarning foydasi shu ibodatlarni qilgan kishiga bo'lsa, ilm fanning foydasi insonlarga umum bo'ladi. Yevropaning qarang'uliq asrlarida Galileo yer sharini yumaloq deb e'lon qilganlik sababli cherkov zo'ravonlar tarafidan o'limga hukm qilingan chog'larda islom dunyosida Ibn Rushdi, Harazmi, Ibn Haysam, Farabi, Ibn Sina qatorliq olimlarning har biri meditsina, jo'g'rafiya, ximiya, matematika, biologiya, astronomiya qatorliq ilm fanlariga tunji bo'lib ul solgan kishilar bo'lib, tarixga qayd qilingan edi. Afsuski, 16-yüzyıldan keyin musulmonlar aqida va axloq jihatdan chiriklashib boshladi. Turli xurofotlar, yo'qsullik, muhtojlik ularni qo'rshib oldi. Ular masjiddan yuz o'rib, xonaqoga yuzlanadigan, ibodatni Alloh taolo qilmay, atalmish avliyolar qiladigan, tafsir hadis ilmlarini o'qishning o'rniga tariqatchilik, ilmiy mantiq, ilmiy falsafa, oyog'i chiqmaydigan fiqh jidallarni afzal ko'rgandan keyin ular o'zlarining dunyoga sardorlik vazifasini, ilm fandagi taraqqiyot davrini boshqalarga o'tkazib berib, bechoralarga aylanib qoldi. Ular sufizmlik va tarki dunyolik targ'ibotning zahiri bilan hushsizlanib qolgandan keyin ilm fandagi taraqqiyot davri boshqalarning qo'liga o'tib ketdi. Musulmonlar islomning quruq jasini ko'tarib olib, teshparliq, ichi quruq umr o'tkazdi. Burun Ibn Sina, Farabilarni yetishtirgan madraslar keyincha qarg'o'saqlarni, jambaqallarni yetishtirib chiqish boshladi. Madraslarda matematika, astronomiya degandek ilmlarning o'tilishini maqsadli holda darhilashganlik deb tashviq qilindi. Ilm fanga yuzlangan kishilarni jadidi deb qalpoq kiygizib, el jamoatning ko'ziga sat ko'rsatdi. Hatto ulug' begidek olimlarni astronomiya ilmiga ko'ngil bilib, o'ziga rasadxon yasatganlik uchun uni murtad deb hukm qilib, o'z o'g'lining qo'li bilan o'ldirgizdi. Abdulqadir Damillan bo'lsa, jadidi degan qalpoqni kiygizib, bir xoinning qo'li bilan o'ldirgizdi.
Din bilan fan bir-biriga zid qilib ko'rsatilgan mushundaq vaziyatda diniy ilm va dunyolik ilm degan ayrimchilik rasmiy o'ttirg'a chiqdi. Oxiratlikni deganlar madrasaga, dunyolikni deganlar fanniy maktabga boradigan bo'ldi. Dinda o'qiganlar o'limi ataldi, ularni masxir qilmoqchi bo'lsa, mollam deb qo'ydigan bo'ldi. Fanda o'qiganlar ziyoli ataldi, o'lima bilan ziyoli o'ttirsiga nihoyatda qilin tam silindi. Ularning orasidagi musofa bakmu yiroqlashtirib etildi. Ilm-fan bilan qurollanganlar dunyoga hukm qildigan bo'ldi. Ilm-fandan yuz o'rib, tarki dunyo bo'lib olganlar dunyoning qaysi yerida bo'lsin, boshqalarga beqindi bo'lib, mahkumlikda yashaydigan bo'ldi. Dunyo raqobat dunyosi bo'lib, dunyoning o'ziga o'zi xo'jayin bo'lib yashash uchun raqobatdan qochmay, dunyo bilan butunlashib yashash shartdir. Allah Taala bizni shundaq yashasin deb, bizni zamonga loyiq harbiy kuch tayyorlashni, zamonning raqobatiga shundaq hozir bo'lishni amr qilib mundaq degan. Düşmanlarga qarshi qo'linglardan kelishcha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmani o'zinglarning dushmanini va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Biz Qur'on Karimning bizni bu dunyoda o'zimizga o'zimiz xo'ja bo'lib, erkin, hur yashashga, oxiratda Alloh taolaning mukofotiga noil bo'lish chaqirganligini uzun yillik ochiq saboqlarni boshdan kechirgandan keyin amdil tunib yetgan bo'lsak, boshqalar xeyli burunla bu qonuniyat tushunib, ilm-fanga yurish qilgan edi. Oyatdagi dushmanlarni qo'rqitish deganning ma'nosi sizlarni yo'q qilmoqchi bo'lganlarga, sizlarni mustamlakachi qilmoqchi bo'lganlarga va sizlarni bo'zaq qilmoqchi bo'lganlarga qarshi kuchli bo'linglar. Ularni vahimiy solg'idek kuch-qudratga ega bo'linglar. Zamonning taraqqiyotiga munosib holda qurol kuchiga ega bo'linglar. Shuning bilan dushmanlarni sizlarga Xristian umidsizlantiringlar deganlikdir. Biz shunday qildikmi? Biz unday qilmadik. Chunki biz Alloh taolo bizga ey Rabbimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deb tilanglar deyish orqali bizni ham dunyolik, ham oxiratlik uchun ishlashga da'vat qilgan tursa, biz dunyolikni boshqalarga o'tinib berib, oxiratlikka keltiradigan bo'ldik. Andın bu oxiratlikni o'z joyidan emas, xonaqalardan, mazolardan va tarki dunyolikdan izidik. Shuning bilan biz mushu holga tushib qoldik. Qur'on barliq ilmga chaqirdi. Qur'on Karim insonlarga ilm-fandan ma'lum mavzularni yepuchib berib, ularning izlanish yo'lini ochib bergan bo'lib, Qur'on Karim oyatlari ustida tafakkur qilgan bo'lsa, Qur'on Karimning ko'plagan tabiiy fan ilmlaridan xabar berganligini ko'ramiz. Ko'rmamsanki, Alloh haqiqatan bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turli rangarang mevlarni chiqardik. Tog'lardan oq, qizil, har xil ranglik va qapqara yo'llar qildi. Shuningdek, insonlarni, hayvonlarni va chorvalarni rangarang qilib yaratdi. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqidi. Shakisizki, Alloh g'olibdir, nihoyatda mag'firat qiluvchidir. Bu oyatda o'simliklarga, hayvonotlarga, munosabatlik ilmlarga, psixologiya va geologiya qatorliqlarga ishorat qilingan. Alloh taolaning bu bayonlardan keyin Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqidi degan so'zi har qaysi ilm sohalaridagi olimlarning hammasini o'z ichiga oldi. Chunki diniy olim o'zining madrasada, imom mahrabda Alloh taolaning katligini va ulug'ligini his qildi va Allohdan qo'rqidi. Biologiya olimi o'zining tajribaxonasida, astronomiya olimi o'zining rasadxonasida Alloh taolaning ulug'ligini his qildi. Alloh taoladan qo'rqidi. Demak, bu oyat barliq ilm ahlini o'z ichiga oldi. Angliyalik faylasuf Herbert Spencer Tarbiya nomli asarda mundaq deydi. Tabiiy fan ilmlari bilan shug'ullanish ibodatdir. Chunki tabiiy fan ilmlariga ichkirlab kirish biz sirlarga yetib bo'lolmay dardlanayotgan va asta-asta bilayotgan shaylarning esilligini e'tirof qilish. Andın ularni yaratgan zotning cheksiz qudratini tunish demakdir. Bu og'zaki tasbih emas, amaliy tasbihdir. Mundaq ilmlarga qilinadigan hurmatmi ma'nisiz hurmat emas, balki aql, tafakkur va vaqtni qurbon qilish badli kelgan qimmatli hurmatdir. Bundaq ilm kishilarga Allohning qanday shakl va qanday kayfiyat ekanligini tushuntirishning mumkin emasligini bildirishda istibdod yo'lini tutmaydi. Lekin bizga bu mumkin emasligini tushuntirish uchun munosib yo'lni tutadi va insonni aql yetadigan barliq sohalarga boshlab berib, oxirida aqlning sirtida bo'lgan chegarada to'xtaydi. Shu vaqtda deydiki, insonning aqli shunchalik yerga yetadi, ammo aql idrok qila olmaydigan olamlar ko'p.
Herbert yuqorqi so'zlariga misol keltirib mundaq deydi. Bir tamchi suvni ko'rgan olim uning oksigen bilan hidrogendan ma'lum nisbat tarkib topgan suv ekanligini. Agar u o'zining tabiatidan o'zgarib ketsa, suv emas, boshqa narsaga aylanib qolganligini obdan biladi. Buningdan Alloh taolaning qudratini va hikmat bilan shundoq o'rlashtirganligini tushundi. Mundaq olimning ilmiy suv tamchisini faqat bir tamchi suv xolos deb bildigan olimning ilmidan albatta yuqori va kuchli ilmdir. Shuningdek, bir tal qor dansini ko'rgan olimmi uningdagi badiiy san'atni diqqat bilan loyihalangan go'zallikni ko'rdi. Shubhisizki, buning bilan Allohning mahoratini va hikmat ish qilganligini biladi. Ammo shaylarga yuzak boqadigan olim qor danisini muzlagan suv deb ko'rdi. Dinda olim bo'lish. Dinni o'rganish, diniy bilimlarni egallash, dinning ta'limotlarini mukammal bilish, uning ahkomlarini to'g'ri tushunish deganlar arab tilida al-fiqhu fid-din deb ataldi. Fiqh so'zining ma'nosi o'rganish va bilish deganlardan alohida farqlab bo'lib, mukammal bilish va to'g'ri tushunishni ifodalaydi. Shunga faqih so'zi olim so'zidan albatta cho'ngdir. Har qanday faqihni olim degili bo'ladi, ammo har qanday olimni faqih degili bo'lmaydi. Diniy ilm manfaat jihatdan ilmlarning eng yaxshisi, martaba jihatdan ilmlarning eng kattasidir. Payg'ambar alayhissalomning Alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda mukammal qiladi degan so'zi buni ifodalaydi. Payg'ambar alayhissalom yana o'qish va o'rganishni jannatga kirishning yo'li deb ochiqcha qarlagan holda, o'qish uchun yo'l olgan odamning jannat kirish yo'lini Alloh o'ng'aylashtirib berdi degan. Fanni ilmning martabasi diniy ilmdan kam emas. Ilm-fan dinga dushman emas, uningga zidmi emas, balki ilm-fan aqlli kishilarni iymon boshlaydigan bir yo'l boshchidir. Ilm dengiziga sho'ng'ib, uningdan bahramon bo'lgan ko'pchilik olimlarning bu sirliq koinotning orqasida uni himoya qilib va boshqarib turadigan bir ilohiy qudratning borligiga va uningdagi har narsaning ma'lum qonuniyatga ega puxta yaratilgan san'at ekanligini e'tirof qilib, Alloh taolaning diniga qaytganligi ajabnarlik emas. Chunki ilm har qachon Allohga boshlamay qolmaydi. Dinsizlik e'tiqodi bilan tabiat, astronomiya, biologiya, fizika va boshqa ilm-fan sohalariga qadam qo'yib, bu ilm-fanlar soyasida haqiqatni tunib, hidoyat topgandan keyin Alloh taolaning borligiga ilmiy yo'sinda yetarli dalillarni keltirgan va bu dalillar orqali ilm-fandan yuzaki ma'lumotli bo'lib, ilmni dinga qarshi qurol qilmoqchi bo'lganlarga qarshi kuchli raddiyalarni berib kelgan tabiiy fan olimlarimi nihoyat ko'p. Germaniyalik shoir va yozuvchi Helmut Vogel mundaq deydi. Ilm sohalari kengaygansi tangdoshsiz qudratlik yagona yaratquchning borligiga bo'lgan kuchli ilmiy dalillar ko'paymoqda. Biologiya, fizika, tabiat, astronomiya olimlari o'zaro hamkorlashib ilm munbirini tiklamoqda. Bu ayni vaqtda Allohning ulug'ligining munbiridir. Ammo tabiiy fanda o'zlarini olim sanab mag'rurlangan atizmchilar o'tmish zamonlarning aqliyati bilan yashquvchilardir. Ular zamonimizdagi ilm-fanning qanchalik zo'r ilgirlash hosil qilganligini va har bir qadamida Alloh taolaning borligini isbotlayotganligini ko'rmaydi. Chunki ularning tafakkur qilish tarzi boshqalar sizib bergan cheklik nazariya doirasida mahbus bo'lganlikdan ularning aqlimi shu andiz ichida mahbusdir.